Qo'limda yangi Honor Robot Phone. Hozir qisqacha tanishib chiqamiz. Smartfonimizning yon ramkasi alyumindan ishlangan, orqa qismi esa oynadan ishlangan bo'ladi. Smartfonimizning protsessori Snapdragon 8 Elite Gen 5 bo'ladi, ya'ni eng oxirgi 3 nanometrli protsessor qo'yilgan. Asosiy kamerasi 200 megapiksel, 4K 30 fps, 60 fps va 120 fps da ola oladi. Xuddi shu gimbal kamerasi ham 200 megapikselli, ya'ni bu ham bemalol 4K 30 fps, 4K 60 fps va 4K 120 fps da video zapis qila oladi. Bu 2K 60 fps da o'tdi. Hozir mana kadr ko'rishingiz mumkin. Hozir robot fonning korobkasida nimalar chiqishi bilan ham tanishib chiqamiz. 120 wattli xuddi shunaqa adapteri bo'ladi o'zini. Tezkor zaryad bera oladi. Type-C provodi. Bu korobkaning ichidan xuddi shunaqa o'zini chexoli chiqadi. Operativ xotirasi 16 GB, bundan tashqari 7060 mAh batareyaga ega. Telefonimizning yon qismida xuddi shunaqa knopkasi bor. Agar bosib turadigan bo'lsak, o'zini shunaqa yo-yo degan AI assistentiga kiradi. Bundan tashqari hamma Honor'larda shu funksiya bor. Siz ham tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Sozdать tugmasiga bosasizlar galeriyadan, принимайni bosib, xuddi shu joydan AI generatsiya qilsa bo'ladi rasmlardan yoki videolardan. Video qiziqarli bo'lgan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'ying va albatta Honor Robot Phone'ga qiziqqan do'stlaringizga ham yuborib qo'ying.